Angliyaning dаңlıq tədqiqat universiteti bo'lgan Sheffield universiteti bir tədqiqat elib berib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratan chegara halqagan ziyonkashliklarini oshkorladi. Sheffield universiteti Angliya va Turkiyadagi 120 dan ortiq Uyg'ur haqida tədqiqat elib berayotganligini xabar qildi. Tədqiqat qatnaşqan Uyg'urlarning Xitoyning chegara sirtidagi Sharq Turkistonliklarga ma'muriy tahdid, qora chaplash va josuslik qilish usullarini tafsiliy tushuntirganligi bayon qilindi. Tekshirilgan Uyg'urlarning ko'pinchisi Turkiyadagi cheg'ida Xitoy soqchilari yoki davlat bexatarlik xodimlarining telefon tahdidiga uchraganligini, ularning doim Sharq Turkistondagi oilasiga ziyon selish bilan tahdid soldiganligi yoki oila tavobatlarining majburiy lagerga elib ketilganligini bildirgan. Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi Mahmudjon Damulla va boshqa Abdurazzoq O'chatdan tashkillangan bir hay'atning Indoneziyaning poytaxti Jakartada Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini, jumladan islom va musulmonlarga qarshi terror siyosatini islom dunyosida kun tartibga keltirish plan doirasidagi faoliyati davom qilmoqda. Shuning bilan birga Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligidan tashkillangan bir hay'atning 10 apreldan boshlab Malayziyada faoliyati bo'layotganligi bildirildi. Amerikadagi dаңlıq xususiy universitetlardan bo'lgan Tufts universitetining kundalik gazeti Xitoy davlatining ziyonkashlikka uchrayotgan Uyg'urlarga yordam qilish haqida bir parcha tahrirat maqolasi e'lon qilgan. Maqolada mazkur universitet aspirantlarda injenerlik kasbi bo'yicha o'qiyotgan Kavsar Voyitning Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilingan singlisi Kamila Voyitning oqibatini surishtirib qilgan harakati tafsili tonishtirilgan hamda bu asosda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamdagi ziyonkashligi tushuntirilgan. Xitoy jug'rafiyalik siyosiy raqobat va Amerika bilan bo'lgan rayon jiddiy vaziyat keskinlashayotgan paytda harbiy majburiyat o'tash o'rinlashtirishiga urush mezgilida askar qabul qilish to'g'risida yangi qoidalarni qo'shdi. Yangi belgilamada urush yuz berganda askar qabul qilishning urush tayyorligiga markazlashadiganligi, yuqori kalibrli qismlarda vazifa o'tagan askarlarning qaytadan armiyaga chaqirtirilganligi o'tirg'i qo'yildi. Yevropa İttifaqı İcraiya Komitetining raisi Ursula von der Leyen Xitoy ziyoratidan keyin 2020 yil 30 dekabr prinsip jihatdan ma'qullangan Yevropa Xitoy universal mablag' selish kelishimining butunlay to'xtaganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, Xitoy ziyoratining bir qismi sifatida Kompartiyaning rahbari Xi Jinping bilan yuz turani ko'rishganda bu ikkilan o'tirisida bu to'g'riliq bir eg'izma so'z qilinmagan. Ursula xonim ziyoratdan keyin muxbirlarga bunday degan: "Biz bu masala to'g'risida so'zlashayotgani 10 yil bo'ldi. Bugun bu kelishim to'g'risidagi suhbat o'ldi." Hindiston doiralari Xitoyning ikki davlat chegarasidagi Arunachal Pradesh o'lkasidagi talash-tortishdagi joylarning nomini o'zgartirishga uringanligiga qarata keskin inkos qaytardi. Hindiston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Arindam Bag'chi Xitoyning Arunachal Pradesh shtatidagi talash-tortishdagi chegara rayon bo'yidagi 11 joyning nomini o'zgartgandan keyin e'lon qilingan bayonotda bunday dedi: "Bu Xitoyning tunji qitim bunday urinishi emas. Buni rad qilamiz." Arunachal Pradeshning Hindistonning ayrilmas bir qismi ekanligini ta'kidlagan Bag'chi, yolg'on ism qo'yishga urinish bu reallikni o'zgartirmaydi dedi.